Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlarim, salomatmisizlar? Keling, sizlar bilan bugun farzandlarimizda uchrab turadigan qat'iyatsizliklar haqida suhbat qilsak, nima deysizlar? Insonlar o'rtasida yoki farzandlarimiz o'rtasida o'zlarining faoliyatlariga salbiy ta'sir qiladigan muammolaridan biri bu albatta qat'iyatsizlikdir. Qat'iyatsizlik tashvishlarga yo'para kelib qolganda yoki turli tuman muammolarda ustida chiqib qolganda yoki bo'lmasa kerakli joylarda kerakli qarorlarni qabul qilmaslik bu qat'iyatsizlikdan kelib chiqadi. Bu qat'iyatsizlik o'zi asli, mohiyati, negizi qayerdan boshlanadi? Bu farzandlarni yoshligidan qat'iyatsiz qilib tarbiyalashlik ostida shakllanadi. Endi bunga yechim bormi? Sizlarga agar sizni ham farzandingiz mana shunday qat'iyatsiz bo'lishligini xohlamasangiz, yechimlarimizga quloq tuting va albatta bu yechimlarga amal qilishlikka harakat qiling. Va farzandingiz kelajakda albatta qat'iyatli inson bo'lib yetishligiga umid bog'lang. Yechimlarimizdan biri shundayki, ota-ona doimo farzandlari bilan hamsuhbat bo'lish kerak. Ularni fikrlarini, ularni hissiyotlarini, ularni orzularini, ularni bir niyatlarini eshitishlik kerak. Ularga quloq solish kerak. Ularni olqishlash kerak. Qo'llab-quvvatlash kerak. Vaholanki ular yoshligidan o'ziga shunaqa ishonchli oilada katta bo'lib turganligini his qilsin. O'zini mustaqil shaxs ekanligini oilasidayoq, ya'ni o'zini oilasidayoq his qilsin ular. Ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchini, o'zini, ya'ni shaxsiy inson ekanligini o'zi his qilsin. Qayerda? Birinchi oilada. Ya'ni onalarni bolalarda rahbarlik ruhiyatini singdirish olimlarda ta'kidlashicha bo'yicha 2 yoshdan boshlanar ekan. Bolada rahbarlik ruhiyatini singdirishlik 2 yoshdan boshlanar ekan. Olimlarda ta'kidlashicha, ya'ni ular mana shu ishlar ustida tadqiqotlar olib borgan. Mana shuni natijasida olimlar siz bilan bizga tavsiya beryapti. Biz tasavvur qilib ko'ring, 2 yosh bolaga qandoq muomalada bo'lamiz? 2 yosh bola bizni nazdimizda hali go'daklikni tark qilgani yo'q. Hali ham bu go'dak deb tasavvur qilamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda juda ko'p kuzatib qolamiz. Ya'ni boshqa millat farzandlarini ko'chada tasodifiy bir jurnalist savolga tutadigan bo'lsa, fikrlari juda teran, fikrlari o'ta tiniq va xijolat bo'lmasdan nima qiladi? O'zini mustaqil fikrini bildira oladi. Ko'rib turib ba'zan ularni tarbiyasiga, ularni shijoatiga, ularni o'zidagi qat'iyatligiga tasannolar qolamiz. Bizni farzandlarimizni mana shu ko'chada ketib turganda tasodifiy bir jurnalist savol beradigan bo'lsa, birinchi qiladigan ishi uni onasini orqasiga yashinadi. Uyaladi, xijolat bo'ladi, o'zini shaxsiy fikrini bildirmaydi va bildira olmaydi ham. Nimaga? U farzand oilada shakllanmagan. O'zini bir shaxs sifatida tutmagan va o'zini fikrlarini, o'zini shu nima deydi, hissiyotlarini, orzularini ota-onasiga bildira olmagan. Nima uchun bildira olmagan? Chunki otani qo'ying, ona farzand bilan dildan suhbat qurmagan. Farzand bilan muomalada kam bo'lgan, muloqotda kam bo'lgan. Shu sababli farzand oilada hali ham o'sha 8 yoshdir, 10 yoshdir, vaholanki 5 yoshdir, hali ham o'zini o'rnini bilmaydi. Farzandni yoshligidan odamlar bilan o'zaro muloqot qilishga o'rgatish kerak. Ularni yoshligidan o'sha jamiyatga qo'shish kerak. Vaholanki bizni yoshligimizda xonadonlarda ertalab yurtga to'ylarda yurtga osh berilar edi. Qo'shni o'sha 10-12 yosh bo'lgan bolalar o'sha xonadonga kirib
ertalabki kelgan mehmonlarga qo'llariga suv quyib berardi yoki osh toshib berardi yoki mana shundoq o'zlariga xos bo'lgan xizmatlarni qilib berardi. Mana bu jamiyatga qo'shish bo'ladi. Endi to'g'ri, hozir bunday holatlar bo'lmay turgan bo'lishligi mumkindir, lekin qo'shningiznikida biror bir erkaklarning marosimi bo'ladigan bo'lsa, o'sha 9 yosh, 10 yosh, vaholanki 15 yosh farzandingizni kirgin, qarash borgin deb agar jamiyatga qo'shar ekansiz, jamiyat bilan muloqotda, ya'ni insonlar bilan muloqot qilishni, insonlarga qanday muomala qilishni, qaysi joyda, qaysi holatda, qaysi xizmat qilishlikni o'zida bir ozgina bo'lsa ham nima qiladi, shakllantira oladi. Biz ana shu farzandlarimizni o'zimizni qobig'imiz bilan, o'zimizni orzu istaklarimiz bilan vaholanki o'zim xohlagandek, men o'ylab qo'ygan kasbni egasi bo'lishligini men nima qilaman? Mana shu tayziq ostida, mana shu bosim ostida men farzandimni tarbiyalayman. Qizimni chevar bo'lishligini xohlayman, vaholanki u nima? Hamshiralik yoki doktorlikka qiziqib turibdi. Meditsina sohasiga qiziqib turibdi. Yo'q, chevar bo'lasan. Yoki aksi, u chevarchilikka qiziqib turibdi. Yo'q, avlodimizdan bir doktor chiqsin deb men uni o'zi xohlamagan kasbga yo'naltiryapman. O'zini shaxsiy fikri bo'lishligi uchun, o'zini oilada o'zini o'rni bo'lishligi uchun farzandlariga onalar quloq solishligi kerak. Nimaga qiziqishi, nimani yaxshi ko'rishligi, orzu umidlari nima? Xoh u o'g'il bo'lsin, xoh u qiz farzand bo'lsin, albatta o'sha qiziqishlariga qarab ular bilan suhbat qilish kerak. O'sha jamiyatga qo'shib, boshqalar bilan munosabatga kirishda, odamlar bilan muomala qilishlikda, ular bilan do'stona munosabat o'rnatishlikda biz birinchi o'rinda yordamchi bo'lishimiz kerak. Ota-ona farzandlari bilan suhbat qurar ekan, ularga o'zini fikrini erkin gapirib berishga, ya'ni erkin ifodalashga yo'l qo'yib berish kerak, imkon yaratib berish kerak. Vaholanki u 3 yoshdir, vaholanki u 4 yoshdir, 5 yoshdir. Bizda nima bu? Sen nimani bilasan, jim o'tir, hali yosh bilasan. Shaxsiy fikrini bildirmasidan biz uni nima qilyapmiz? Shundoq ruhiyatini sindirib qo'yapmiz. Shaxsiy fikrini bildira olmaydi. Vaholanki mana shu shaklda, mana shu ruhiyatda katta bo'lgan farzandlar xoh 30 ga kirsin, xoh 40 ga kirsin, boshqalarning oldida ham o'zini shaxsiy fikrini bildira olmaydi va kimlargadir qaram bo'lib, o'zini shaxsiy fikriga ega bo'lganlarni qo'l ostida ularga xizmat qilib yashaydi. Agar farzandimiz yoshligidan biror bir arzimagan yutuqqa erishsa, masalan, bir 5 ga kirgan farzandingiz, qizingiz siz o'ylamaganda bir changlarni artib qo'ydi yoki tagiga, oyog'ini tagiga bir stulcha qo'yib, kursicha qo'yib, ya'ni artizonda bir piyolalarni yuvib qo'ydi. Taqdirlash kerak. Arzimagan bo'lish mumkindir. Peshonasidan o'pib chiroyli tilaklar bildirib qo'yish kerak. Yoki o'g'lingiz yoki o'g'il farzandingiz o'sha yoshligida arzimagan bir yutuqqa erishdi. Vaholanki bir sumkangizni ko'tarishib uyingizga olib kirishib berdi. Ya'ni og'ir bir yukingizni bir oz bo'lsa ham sizga yengillik bo'lishlik maqsadida yordam berdi. Albatta o'g'il farzandni ham peshonasidan o'pib, siz hali buyuk inson bo'lasiz. Mana menga yordam beryapsiz, siz kelajakda jamiyatga yordam beradigan inson bo'lasiz degan so'zlar bilan ularga shunaqa bir motivatsiyalar berish kerak. Arzimagan yutuqlariga ham ularga juda ham katta, ya'ni mana shu ishlarni qilsangiz orqasida katta yutuqlar bor siz uchun deb ularga mana shunday kelajakda bo'ladigan, ya'ni o'zini o'rnini topishligida yoshligidan uni singdirib borishimiz kerak. Ongiga, aqliga, niyatlariga mana shu chiroyli gaplarimiz bilan, so'zlarimiz bilan ularni shakllantirishimiz kerak, aqlini, ongini. Biz nima qilamiz? Arzimagan bir ayblari bo'lsa farzandlarimizni, do'stlarini oldida bir ayb ish qilib qo'ysa, nima qilamiz? Ular do'stlarini oldida tanbeh beramiz, dashnom beramiz va qilgan ishini doim tanqid qilamiz. Sen doim shunaqa ishlarni qilasan. Yoki aybini aytishni boshlaymiz. Meni do'sting mana shunaqada, meni gapimga kirmaydi deb boshqa do'stlarini oldida ular nima qilamiz? Aybini aytib kamsitamiz. Ruhiyatini shunaqa cho'ktirib qo'yamiz. Ruhiyati cho'kkan farzanddan, orzu umidlari poymol bo'lgan farzandlardan kelajakda kim bo'lishi mumkin?
ularni o'ziga ishonch ruhida tarbiyalash kerak. Buning uchun ularni farzandlarni hech qachon boshqa farzandlar bilan, ya'ni boshqa ota-onalarni farzandi bilan hech qachon solishtirmang. Agar solishtiraversangiz, falonchini o'g'li bunaqa ishlar qiladi shu yoshida, falonchini qizi bu yoshda mana bunday ishlarni qiladi. Qancha ko'p mana shu so'zlarni takrorlar ekansiz, o'zida ishonchi yo'qolishni boshlaydi. Ruhiyati shunaqa tushib ketishni boshlaydi. Farzandlarimizni tarbiyasida ularga o'rnak bo'ladigan buyuk shaxslarni gapirib berishimiz kerak. O'zi tengqur falonchi, fistonchi qo'shnimiz yoki qarindoshimizni farzandlarini emas, buyuk shaxslarni hayotlarini gapirib berishimiz kerak. Ularni shijoatlarini, tashabbuslarini gapirib berishimiz kerak. Ularni qahramonliklari haqida gapirib berishimiz kerak. Tarbiya farzandga qaysidir buyuk shaxslarni hayotlarini gapirib berishlik bilan ularni hayotga qo'yadigan katta qadamini, ya'ni birinchi qadamiga sababchi mana shu buyuk zotlarni hayotlari o'rnak bo'ladi. Biz aksi o'zi tengqur farzandlar bilan tenglashga o'tamiz.